Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Farg'ona shahriga tashrif buyurganmiz va ushbu juda ham yirik bo'lgan obyektimiz Farg'ona metallurgiya zavodi bo'ladi. Yangi qurilyapti, xudo xolasa do'stlar. Tez kunda Farg'ona vodiy xalqiga o'z xizmatlarini boshlashadi. Ushbu gigant loyiha bilan hamkorlikni boshlaganimizga ro'parasa 1 oydan sal ko'proq vaqt bo'ldi. Xudo xolasa umumiy hisobda ushbu binomizning tom qismiga 22 ming kvadrat sendvich panellarni ishlab chiqarib berganmiz va hozir 20 ming kvadrat oshirog'ini yetkazdirib berdik va usta akalarimiz qotirib bo'lishdi deyarli. Xudo xolasa ko'pi ketib oziq olib 90% bitgan holatda ushbu binomiz. Parametrlarini qisqacha tanishtirib o'taman. 7,5 sm qanlikdagi 100 plotnisli bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panelni ushbu binomizga yetkazdirib kelib berganmiz do'stlar. Xo'p, uzunligi haqida qisqacha ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Ko'pchilik bizdan so'rashadi, uzunlikda qandaydir standarti bormi deb. Yo'q do'stlar, bizda mahsulotda uzunligi hozirgi logistikadan kelib chiqib, furalar hozirgi kunda eng ommabop logistika transporti bo'lsa, uzunligi 13 metr bo'ladi standartda va biz 16 metrgacha siz xohlagan razmerda, xohlasangiz 10 metr, 15 sm desangiz 15 sm-gacha to'g'ri qilib xudo xolasa kesib ishlab chiqarib bera olamiz. O'zi bizda stanogimizda 50 metr desangiz 50 metr ham sendvich panel chiqadi va lekin hozirgi logistika muammomiz sababli biz o'sha 16 metrgacha siz xohlagan razmerda ishlab chiqarib beramiz. Enini bilasiz, standart 1 metr bo'ladi do'stlar. Bizda ma'lumot o'rnida aytib ketaman, bazalt hamda penoplast materialdan sendvich panellar tayyorlaymiz va yana bir ko'plab savollar kelishi, sizlarda nimaga 105 so'mlik sendvich panel yo'q, 9 dollarda, 8 dollarda sendvich panellar yo'q deyshadi. Do'stlar, biz mahsulotning narxiga emas, ko'proq sifatiga e'tibor berganligimiz sababli bizni eng boshlang'ich parametrlarimiz ham qurilish standartlariga 100% javob bera oladi. Shuning uchun ham mana shunday gigant kompaniyalar bizga ishonch bildiryapti va ishonchlarini oqlab ishlab kelyapmiz birgalikda. Kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, sendvich panel haqida to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta ushbu raqamga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlar olib buyurtmalar bersalaring bo'ladi. Yoki sizlarni Qo'qondagi, Andijondagi sotuv ofislarimizda kutamiz. Ushbu videoni mana shunday gigant kompaniyalar qurishga, ishlab chiqarishlar qurishda reja qilayotgan tanishlarga yuborib qo'yinglar va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.